Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga bugun YouTube kanalidan daromad qilishni o'rgatib o'taman. Videoni o'tkazib yubormang, like, komment kutib qolaman. Oddiygina YouTube kanalidan pul topishning yo'li, unaqa qiyin yo'llari yo'q. Oddiygina faqat e'tibor bilan YouTube kanalni yurg'izsangiz, normal daromad topishga olib keladi. Masalan, videoni vaqtiga e'tibor berib, keyin uni joylash vaqtiga taglarni yozib, normalniy e'tibor qilsangiz, normal ko'tariladi va daromad olib keladi. Daromadga chiqishning yo'li ko'proq foydali videolar qo'yish kerak. Odamlarga yoqadigan, ko'proq tomosha qilinadigan videolardan qo'yishsangiz, shu ko'tarilib ketsa, obunachi ham olib keladi normalniy. Daromad ham qilishga yo'l ochib beradi-da. Birinchi yo'l shu. Bundan-da qiziq videolarimiz chiqishi uchun obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying.